Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekistonda yangi gaz koni topildi. Bu gaz narxi va limitlarga qanday ta'sir qiladi? Azizlar, videorolikni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda yangi gaz koni topildi. Zaxiralar oshadi, limitlar bo'lmasligi va narxlar pastlashi mumkin. Bu energiya sohasida katta yangilik. Rasmiy manbalarga ko'ra, O'zbekiston hududida yangi gaz koni ochilgani ma'lum qilindi. Eng muhim jihati, quduq 6,5 kilometr chuqurlikkacha burg'ilandi. Bu esa ushbu hududda avval amalga oshirilgan ishlardan ancha chuqur hisoblanadi. Chunki ilgari burg'ulash ishlari bilan eng ko'pi 3 kilometrgacha yetib borilgan edi. Endilikda mamlakatimizda gaz ta'minoti barqarorlashadi. Aholi uchun joriy etilgan gaz limitlari kamayishi yoki bekor qilinishi ham mumkin.